Tak, hammaga xayrli kun. Madinam belini o'lchavamiz, keyin mani belimni o'lchaymiz, keyin hamma sekretlarni aytamiz. Malika nasiya bo'ladi, papa. 77. Oy. Ataychi. Oy, aytmaymiz. Ayting necha? 68. 68. Ko'rdinglarmi? Kavitatsiya apparatini olaman и, конечно, ukol olaman. Buni sizlarga aytmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik qo'rqadi. Munjaro ukolidan to'g'ri qilasizlar, qo'rqinglar, chunki bunda zo'r ozish mumkin, lekin обязательно правильное назначение kerak. Katta dozada mazanglarni qochirib qo'yadi. Agar dozanglarni zo'r tanlasanglar, idealni ozasizlar. Menda 1 gram yog' yo'q, chunki unjarodan tashqari kavitatsiya menga zarinочка har kuni qiladilar apparat. И operatsiya qildi deb ko'plar gapiryapti. Operatsiya yo'q. Mana izini ko'rsataman. Hech qanaqa operatsiya qilinmagan. Так, считаем дозировку и делаем укол. Делаем спрей и делаем укол. Для того, чтобы вы не думали, что o'zimga qilgan yaxshi narsani patsientlarga qilaman. Смотрим на мой идеальный пресс. Mana. Keldi. Все, 2-3 minut, 2-3 sekund ushlab turamiz. И все, убираем. Shunaqa qilib chiroyli qaddi qomatga ega bo'lish mumkin va ozish mumkin. Munjaro narxi bizda $150. Chunki men eng sifatli, eng yaxshisini, originalini ishlataman. Xohlasanglar ko'chada $100 dan ham qilishyapti. Kosmetologlar, nutritsiologlar, lekin men doktorman, o'shaning uchun meni narxim shunaqa. Kelishinglardan oldin insulin va glyukozaga qon topshirib kelish esinglardan chiqmasin.